Va nihoyat qishloqqa keldim. Bu kimni? Naytib bilmadim. Xo'sh, va nihoyat shahardan qochib keldim. O bizni shahardan qidirishyapti, qochib keldik obunachilar. Bizni topganga 500 mingta zumrad qishloq. Ketib o'taman. Bu shaharni kattasi olishimiz kerak. Mana oqlanib qo'yib-ku. Oqlansa. Qara. Shirin pishib. Oqlansa. Bu uyda pirog pishib, mushi bo'ladi. Ustini qizartirib, kuzib qo'ysan. Keyin shirin bo'lsa, ustini qizartiraman deydi, aslida sal qo'yib qo'yaman-ku. Boshqa bir narsa. Chunki boshqa oqlasa bo'ladi, mana soladi, oqlasa o'zini kukuni. Sen o'ylik bo'ladi, uni o'ylaykicha yana shu. Shunga qilib bo'zini bitta qo'yadi. Oppa qilib kuydirib biladi. Qishloqlar yuribdi. Ana qo'rnasan, ketdik. Menimcha bu qishloq ikkiga bo'lingan. Ular ketamiz. Xo'sh. Tezroq bo'lishimiz kerak. Voy! Bu yer oxirgi chetni olib ketganmi? Ha? Bo'ladi, pishirsa. Men sizga bilan tamam. Katta. Antar hamma haqqi bilaman-ku. Shuni bilsalaring, jim gapirasan, lekin bitta gap tashib gapirasan. Bitta gap tashib. Nima bilasan? Nima? Yeydi. Hozirdan hozir chiqib bilasan.